xomashyolarımızning hammini o'zimiz yeb berib, yem-xashak yasaydigan narsalar. Bu bo'lsa bizningki 3000 tonnalik gangbansang, ya'ni qo'noq saqlaydigan skladimiz. Har yili qo'noq pishgan chaqda ko'p miqdorda biz qo'noqni shunday quritib qochilib olamiz. Andan keyin ostidan kompyuter o'zi sumirib, shu retsept bo'yicha talqon qiladigan zavodning ichiga kirib ketadi. Zavodimiz ishlab chiqarishga boshlanishiga mana Xinjiangning ishkir o'lkalarining har qaysi joylaridan nayt sifatli bo'lgan xomashyolarni akab turyapmiz. Bu bo'lsa Qozog'istondan kelgan kepak. Endi mau xalta bizningki shu Jungoning xaltasi, Qozog'istonning o'zining xaltasidan biz tarafga o'tgandan keyin ashada andan buni shovdo qilib, xaltasini almashtirib, sababi nima desa sirtdan kirgan narsalarni shunday bir ko'zitib, andan keyin akildigan gap. Demak, kepakmo intayin mol chorvalarga yaxshi aqsil miqdori 14% chiqadigan. Endi bu kepakning rangi bizning kepak qaraganchada biroz qora chiqadi. Chunki u yoqning kepaki shunday rangga, bug'doy mushtaq holati bo'lganlik uchun, organik bo'lganlik uchun shunday chiqadi. Endi nima uchun shu yakanning atrofida, Qashqarning atrofida shunchalar zavodlar jiqtirib, nima uchun Qozog'istonning kepakini ishlatib desak, bizningki bundan keyingi maqsadimiz amal va yemni organiklashtirish. Bu bo'lsa bizningki xomashyo skladimiz bo'lib, bunda skladning jami 6si bor. Mushtaq skladning har birisiga 3000 tonna yem-xashak xomashyo sifatida. Endi ma bo'lsa bizning baxmachilarimiz hammalar taniydigan purchaqning kunjirsi. Endi buchaqning kunjirsi 43% dan 46% chiqadi. Haqiqiy o'simlik aqsili. Bu narsalarning hammini xomashyolarimizni hammini o'zimiz yeb berib, yem-xashak yasaydigan narsalar. Bizning zavodimizning oldida mushuningdan 10,000 tonna atrofida chiqadi. Biz mushun narsani aralashtirib yem yasaymiz. Albatta, bu chatqal no'qtinimi, bu no'qtnimi biz mushundaq yeb sinab bera olamiz. Bu chatqal no'qtining tarkibida har 100 kilogramda 19 kilo may jayam bo'lg'osi bor mana. Har 100 kilogramda 16,5 kilo shakar bor. Bu mal chorvalarniki nayt semirishi uchun, sog'lom semirish uchun nayt foydasi yaxshi, muhim bo'lgan bir ozuqlik hisoblanadi. Bu bo'lsa bizning 2026-yillik yangi bozorga solingan mahsulotimiz. Buni biz xalqaro yem-xashak ilmiy mutaxassislarimiz bilan shu Amerika, Yaponiyadagi kala, qo'y beqish o'lchamiga asosan jami 22 xil qo'y tug'ilib, toki 6-7 yoshga kirgich tuqqacha kala tug'ilib, kasabning oldiga borgacha yo'g'intadigan, sut chiqaradigan, semirtiradigan yem-xashaklarningki hammasi to'liq. Bu yemlarimizning yana bir alohidaligi bo'lib qolsa, bu yildan boshlab mau xaltalari qog'oz xaltaga aylandi. Andan keyin bizningki bu yildan boshlab asosiy cho'ng tutib ishlaydigan xizmatlarimizdan birisi bir qadamdan ilgarilab, shu yemlarimizni organiklashtirish. Men uyga kirib qarab baqsam, bizning uyda yeyotgan unning xaltasimi, o'zimiz yeyotgan unning xaltasimi sulyo xalta ekan. Biz allaburun biz qo'y boqadigan qo'ylarimizningki yemlarining xaltasini qog'oz qilib bo'ldik. Bu qog'oz qilishimizdagi maqsad bir qadamdan mayli o'ralma qilib bo'lsin, mayli ichidagi xomashyolar bo'lsin, organik apamoqchi. Zavodimiz hozir rasmiy ishlab chiqarishni boshladik. Shu yem-xashaklarimizga normal zakaz uchasanglar bo'ldi. Mana atganning yoqi ishlab chiqarishni boshlabdan 100 tonna yemni ishlab besib bo'ldi. Bizning zavodimizning ishlab chiqarish murosimi 3-oyning 27-kuni shu zavodning oldida o'tkazildi. Xabardor bo'lgaysizlar. Sarxil şirketi bilen hemkarlaşmakçı bolğanlarga 3-oyning 27-kuni kollektiv to'xtam tuziladi. Fursatni ching tuting. O'rni Janubiy Xinjiang Sarxil yem-xashak zavodida.